Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi videoda sizlar bilan Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihonidan sizga beriladigan test savollarining to'g'ri javoblarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'pchilikning xabari bor do'stlar, birinchi variantdan 15-variantgacha biza video qilib hammasini kanalga joylaganmiz. Hozir sizlar bilan do'stlar 16-variantning 22 ta savolini birgalikda ishlab sizlarga to'g'ri javoblarini ko'rsatib o'taman. Qanunda boshladik do'stlar. 16-variant, birinchi savol. Bilmaganlar uchun aytib o'taman do'stlar, 22 ta savol bo'ladi va birinchi, ikkinchi savol sizlarga audio shaklida qo'yib eshittiriladi. Birinchi, ikkinchi savol audio shaklida. Har bitta audioda 2 tadan savol beriladi. Hozir amalda buni birgalikda ko'ramiz. Unda boshladik. 16-variant, birinchi savol. Audioni eshitamiz. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ в заданиях 1 и 2. Здравствуйте. Я хотел бы записаться к стоматологу на завтра. Добрый день. К сожалению, мест нет. Могу записать вас на вторник. Bo'ldi. Audioni eshitdik. Audioda добрый день, я хотел бы записаться к стоматологу. O'zbekchada tish doktor. Assalomu alaykum, men tish doktoriga yozilmoqchiman. Unga nisbatan ayol kishi javob tarikasida shunday dedi. К сожалению, сегодня мест нет. Bugun joy yo'q. Shuning uchun men sizni faqat seshanba kuniga yozishim mumkin deyapti. Ya'ni na вторник. Endi do'stlar, savolni o'qiymiz. Они говорят, ular suhbatlashyapti. Variantlarni bergan. Qayerda o'z-o'zidan tushunarli tish doktoriga navbatga yozilmoqchi. Demak, bu suhbat qayerda bo'lyapti? Poliklinikada do'stlar. Shuni belgilaymiz. Mana do'stlar, to'g'ri javobni belgilasak, o'zi yashil bilan sirazi qabul qiladi. Ikkinchisi o'qiymiz. Mana записаться к стоматологу можно, ya'ni o'sha tish doktoriga navbatga yozilish mumkin. Variantlarni bergan, biza audioda eshitdik na вторник. Shuning uchun seshanba, mana shuni tanlaymiz. Na вторник. Bo'ldi do'stlar. Qiyin joyi yo'q. Audioda ikkita birinchi audioni eshitib, ikkita savoliga javob berdik. Endi ikkinchi audioni eshitamiz. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ в заданиях 3 и 4. Внимание! Прививку от гриппа можно сделать на втором этаже в кабинете 12. При себе иметь паспорт и полис. Bo'ldi. Ikkinchi audioni ham eshitdik. Внимание, прививку от гриппа на втором этаже. Ya'ni siz grippga qarshi emlanish прививкani ikkinchi etajda qilishlaringiz mumkin va o'zlaringiz bilan необходимо, o'zlaringiz bilan bo'lishi kerak pasport deyapti. Audioda shuni eshitdik. Endi bu joyda yozib qo'yibdi mana do'stlar. O'qiymiz. Вы можете услышать это объявление. Bunday e'lonni ko'rishlaringiz mumkin. Variantlarni bergan. Прививка haqidagi suhbat bo'lyapti. Demak, bu больницада, ya'ni poliklinikada. Shuning uchun shuni belgilaymiz. Mana do'stlar. Ikkinchisi, для прививки нужно иметь. Прививка olish uchun o'zing bilan bo'lish kerak. Variantlarning ichidan pasport deganini tanlaymiz. Bo'ldi. Ikkita audioni eshitdik. Har bitta audioda ikkitadan savol, jami 4 ta savolni ishladik. Qiyin joy yo'q do'stlar. Mana shu video qilish jarayonida men bu 22 ta savolni do'stlar hech qanaqa tayyorgarlik ko'rmasdan sirazi video qilyapman. Aytmoqchi bo'lganim, buni qiyin joyi yo'q do'stlar. Shu bittani o'zida ishlashlaringiz mumkin, faqat videoni diqqat bilan, e'tibor bilan kuzatib, oxirigacha ko'ringlar. 5-savol do'stlar. Меня зовут Лена. На прошлой неделе у меня был отпуск. Мы с друзьями были в Туле. На улице было холодно, и мы ходили в музей. Demak, meni ismim Lena. Biz o'tgan haftada
menga отпуск bo'ldi, dam olish. Biz do'stlarimiz bilan Tulaga bordik. Ko'chada sovuq edi va biza muzeyga bordik. Savolni bergan na proшлой недели Lena bo'la, o'tgan haftada Lena qayerda edi? Variantlarning ichidan biza muzey deganni tanlaymiz. Chunki yuqorida o'zi yozib qo'yibdi. Biza muzeyga bordik. Bo'ldi, 5-savol ham ketdi. O'qiymiz. Осторожно, опасная zona, сход снега. 6-savolda ehtiyot bo'linglar, xavfli hudud, qor ko'chish ehtimoli bor deb yozib qo'yibdi. Va mana savolni bergan, такое объявление можно прочитать. Bunday e'lonni qayerda o'qishlaringiz mumkin? Variantlarning ichidan tanlaymiz. Na улице, ko'chada. 6-savol ham ketdi. Do'stlar, iloji boricha sizlarga oddiy, sodda, vaqtlaringizni ko'p vaqtlaringizni olmasdan qisqa qilib tushuntiryapman. Do'stlar, navbat 7-savolga keldi. O'qiymiz. Rustam Turgunov уже 5 лет работает механиком. На прошлой неделе ему предложили должность главного механика. Anketaga kerakli so'zni yozing deyapti. Demak, Rustam Turgunov 5 yil bo'ldi mexanik bo'lib ishlar ekan. O'tgan haftada unga yangi lavozim taklif etishibdi. Ya'ni главный bosh mexanik. Mana shu joyga do'stlar, mana shu joyga главного deb yozamiz. Xuddi ekrandagi kabi. 8-savol. В магазине посуды магия я купил. Bu joyda tushib qoldirilgan so'z, ya'ni posuda sotilinadigan magazinda men sotib oldim deb variantlarni bergan. Biza chashku deganni tanlaymiz. Istagan chashka. 9-savolga ham yetib keldik. Sprosi u papy, когда мы пойдем на stadion. Dadamdan so'ra biza qachon stadionga boramiz deyapti. Mana shuni tanlaymiz. 3ta so'z ham bir-biriga o'xshaydi, shuning uchun adashtirmaymiz. Oxirgi harfi mana shu i. Mana papi, to'g'ri javob shu. 10-savolda bu yerda ham tushib qoldirilgan so'z. Уважаемые покупатели, в нашем магазине сегодня скидка. Hurmatli mijozlar, bizning magazinimizda bugun skidka bo'lyapti. Variantlarning ichidan mana shuni tanlaymiz. Bu yerda ham do'stlar e'tibor beringlar, 3ta so'z bir-biriga o'xshaydi, adashtirmaymiz. Oxirgi harfi i, mana shu e. Mana shuni tanlaymiz. To'g'ri javob shu. 11-savolda мы едем в магазин, потому что дома нет продуктов. Biza magazinga boryapmiz, chunki uyda produktda qolmagan. Потому что deganni tanlaymiz. To'g'ri javob shu. В России находится город. 12-savolda. Rossiyada shunday shahar bor deb variantlarni bergan. Yekaterinburg. Buni hamma bilsa kerak. Rossiyada shunday shahar bor. Shuni belgilaymiz. 13-savolda 1 maya в России отмечает. 1 may Rossiyada nishonlanadi. Variantlarni berishgan. Праздник весны и труда. Mehnat bayrami desak ham adashmaymiz. Shuni belgilaymiz do'stlar. 14-savolda Великая Отечественная война началась. Ulug' Vatan urushi boshlandi. Variantlarni bergan. E'tibor beringlar do'stlar, mana shu 1941 degan ikkita variant berilgan, lekin bu joyda mana shu oy bilan sanasi farq qiladi. Biza 22-iyun deganni tanlaymiz. 1941 22-iyun. Bu yerda Rossiyani bayrog'ini ko'rsatinglar. Mana shu oxirgisini belgilaymiz do'stlar. Mana oq rang, ko'k, qizil 3 ta rangdan iborat. 16-Gagarin kim bo'lgan? Buni ham bilasizlar. Kosmonavt deganni belgilaymiz. 17-savolda иностранный гражданин в Российской Федерации имеет право. Rossiyada yurgan chet el fuqarolari shu narsaga haqli. Variantlarni bergan. Hozir do'stlar. Mana. Свободно распоряжаться своими способностями к труду. Demak, o'zi xohlagan kasbda erkin ishlashi mumkin degan ma'no.
Mana shuni belgilaymiz do'stlar. Oxiri k trudu degan. Adashtirmaymiz. 18-savolda в комплект документов для оформления патента иностранному гражданину в России не входит. Demak, patentga hujjat topshirayotgan vaqtingizda qaysi hujjatni topshirmasak ham bo'ladi? Bu yerda do'stlar договор социального найма deganni belgilaymiz. Bu degani ijara shartnomasi desak to'g'ri bo'ladi. Ijara shartnomasi. Mana shu hujjatni patentga aloqasi yo'q. Shuni belgilaymiz. 19-savolda временно пребывающий на территории Российской Федерации иностранный гражданин должен въехать из страны. Demak, Rossiyada yurgan chet el fuqarolari Rossiyani tark etishi kerak. Qachon variantlarni bergan? Po истечения срока действия визы. Mana shuni belgilaymiz. Ya'ni migratsioniy kartamizni vizamizni srok muddati tugashi bilan biz Rossiyadan chiqib ketishimiz kerak. To'g'ri javob shu. 20-savolda отсутствие у иностранного гражданина документов, подтверждающих право на пребывание, влечет административный арест и дисквалификация. Верно ли это утверждение? Do'stlar, bu yerda aytayaptiki, chet el fuqarolari Rossiyada yurgan vaqtida Rossiyaga kirganligi haqidagi ba'zi bir hujjatlarni taqdim qila olmasa yoki uni mana shu Rossiyaga kirganligi haqidagi ro'yxatga turganligi haqidagi hujjatlar bo'lmasa, uni qamoq jazosi kutyaptimi, u qamoqqa olinadimi deyapti. Yo'q do'stlar, bu noto'g'ri. Ya'ni biza har qanaqa hujjatlar bilan bog'liq muammo bo'lsa bizada bizani deport qilishi mumkin yoki bizaga ma'muriy bayonnoma, administrativniy shtraf, jarima qo'llashi mumkin. Lekin bu qamoqqa olishga asos bo'lmaydi. Shuning uchun ham neverna deganni tanlaymiz. O'ylaymanki, tushuntira oldim. 21-savolda иностранный гражданин в Российской Федерации обязан. Chet el fuqarolari Rossiyada shunga majbur va variantlarni bergan. Hozir bilamiz nimaga majbur. Demak do'stlar, bu yerda biz tanlaymiz заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия. Bu degani qadimiy inshootlarni, binolarni zarar yetkazmaslik. Xullas, atrof muhitni ifloslantirmaslik, zarar yetkazmaslik, asrab avaylash desak noto'g'ri bo'lmaydi do'stlar. Ma'nosi shu. To'g'ri javob shu do'stlar, shuni tanlaymiz. Сохранение degan so'zni esda qo'yinglar. Сохранить degani bu atrof muhitni saqlash. To'g'ri javob shu. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. К наказаниям, 22-savol. К наказаниям за нарушение правил миграционного учета относит. Demak, ro'yxatga turishda hujjatlar bilan bog'liq muammo bo'lsa, unga nisbatan jazo sifatida qo'llanilishi mumkin. Variantlarni bergan. Administrativniy shtraf, ya'ni sizga ma'muriy bayonnoma, jarima qo'llanilishi mumkin. To'g'ri javob shu. Do'stlar, men imkon darajasida ba'zi bir YouTube'dagi bloger yoki ba'zi bir ustozlarga nisbatan videolarni sodda tarzda qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu ko'pchilikka ma'qul keladi, chunki izohlarda, kommentariyada ko'pchilik o'z fikrlarini yozib qoldiryapti. O'shaning uchun video davomidagi ba'zi bir kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. Imkon darajasida sizlarga tushunarli bo'lishi uchun harakat qildim, lekin videoni men tayyorgarlik ko'rib, chiroyli tarzda yoki uzundan uzun 1-2 soatlik qilishim mumkin edi. Biz Rossiyaga ishlagani kelganmiz. Patent olish bu bizaga bir martalik qilishimiz kerak bo'lgan narsa yil davomida. Shuning uchun bu joyda do'stlar, juda ham hamma ishni tashlab qo'yib, faqat mana shu imtihonga tayyorgarlik ko'rish
unchalik shart emas deb o'ylayman. Javoblarini bilsak bo'ldi. Qo'limizga sertifikatni olsak, patentni olsak bo'ldi. Maqsadimiz ishlash, uyga pul jo'natish. O'ylaymanki, video hammaga ma'qul keladi. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Siz uchun foydali bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz.